to'rt yarim kislotalik darajasi 6-7 bo'lib ketib qoladi. O'shani hisobiga spermada agar foizlarda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa tushgandan keyin o'sha yerda o'zida o'lib qoladi, ichkariga o'tolmaydi. Batareykada plus minus bo'ladi, shunaqa holat kuzatiladi. Misamissimus degan narsaga ham mana shu narsa qisman aloqasi bor. Xo'p. Endi buni demak 3 ta qismga bo'lganda 3 dan 3 qismi yara bilan qoplandi, paxta tegsa ham qonab yotibdi. Kir-urish qismlari o'sgan, qon tomirlari bor, yarani ustida ploskiy papillomalar bor. Mana bunaqa tekis yara emas sizniki, rasmga olib oldingiz. Xo'p, demak bitta sababi homilaga to'sqinlik qiladi, keyingi sabab hayotingizga xavf solishi mumkin. 10 yildan keyingi holati bizani qo'rqitadi. Chunki biz asorati bilan ko'proq ishlaymiz har bitta kasallikni. Akusher ginekologlar uchun displaziya, hattoki displaziyani og'ir formalari, predrakoviy holatlar bilan keladi yoki polip holati bilan keladi. Mana shunda o'simta chiqib tursa ham shamollash. Xuddi sizga shamollash deb diagnoz qo'yishdi-ku, xuddi shunaqa narsa. Xo'p. Har bitta joyni ko'rdikmi, uni konservativ yo'l bilan davolash kerakmi, xirurgik yo'l bilan olib tashlash kerakmi, uni mana bemor ham hal qilmaydi. Uni sitolog hal qiladi. Faqat biz analizni qanaqa yo'nalishda, qaysi turini olishimiz kerak, uni biz hal qilamiz. Mana holatda bo'ladigan bo'lsa, biz oddiy papmazokni o'zi bilan chegaralanamiz. VPC screening, papmazok, kolposkopiya. Bunaqa hozirgidagi qonab yotgan displaziya, uni displaziyani ham 4 ta darajasi bor. Bu birinchi bosqich 1 yildan 5 yilgacha bo'lishi mumkin. C2 bu predrakoviy holatlar hisoblanadi. Ular og'irroq holatlar. 3 bachadon bo'yni raki boshlanishi 4 infiltratsiya jarayoni hisoblanadi. Xo'p, o'shaning uchun bu yoqdan saskop qirib olib tekshirib, davlatli joyida javobini olib kelasiz. Analizingiz yaxshi chiqsa tegmaymiz bu joyga. Faqat har 3-6 oyda tekshirib turasiz. Toki displaziya holati bo'lmaguncha xirurgik yo'l bilan olib tashalmaydi. Faqat konservativ lecheniya. Shu ham обработка tampon svecha emas. Analiz yaxshi chiqsa, даже ular ham keragi yo'q.